Menimcha birinchi ish kuni hamma hayajonli bo'ladi o'ylayman. Keyin men ham birinchi ish kunim ertalab bo'lgan, birinchi kun dars o'tganman va juda ham hayajonli bo'lgan. Lekin men jamoam bilan juda ham tez chiqishib ketganman. Chunki men Effect Education'da oldin o'quvchisi bo'lganman. Effect Education'dagi birinchi ish kunim juda ham qiziqarli bo'lgan. O'quvchilarni beginner levelda tugatganlari uchun ularga sertifikatlarni berib, ularni elementary leveldan boshlab o'qitish boshlaganman. Nice. Taqilga borasizlarmi? Bo'lmasa ustozligini Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Qarang, kameraga olmang.